Voy. 5000 dam olgan havoya bunday issiq. Onang deyimga bu qishloq ish ham tugamaydi. Poyezdda bir-biriga ulanib ketaveradi. Nima o'tiribsan? Hali borku 1 metr ishlangma, yo'qma darrov o'tiradi. Mana qo'shnini bolasini qara. Issiqda issiq demay borku, shu ham ishladi mana. Hozir mana o'zini ishini bo'ldidagim borku, mardikorlikka ketyapti. Kuniga 300 mingdan topib uyiga pul kirgizyapti. Sen bo'lsang-chi, uyda ishini qilib bo'lganing yo'q hali. To'g'ri ishda. Dada 5 minutdan dam olay, men ham hozirgina o'tirdim. Men ham eshak emasman, dada odamman. 5 minut dam olay. O'zi umring dam olish bilan o'tyapti. Xo'p, bir tepayda u borku, seni odam bir tepiban baraka topmaydi. Bir jang sinib dardisar bo'lasanmi? Xarajat ketadi. Bor ish tiqi. Bog'ma deydi, mana shu qo'shnini bolasi bor-ku. Nima desang qo'shnini bolasi, nima desang qo'shnini bolasi deydi. Ertalab vaqt turib, to'g'ri, qo'shnini bolasi turib ishlayapti. Sen ham yotibsan deydi. Men bu bir turib men nima qilib qo'yaman bunaqa qo'shnini bolasi. Senda bir orzu havas yo'qmi? Odamlar bola shunday puxtada. Dadasiga borku, shunday mashina oldiga lentachalar qo'yib, dadamga deb borku mashinalar sovg'a qilyapti. Sen bo'lsang menga bitta naska ham sovg'a qilganing yo'q. Mana qo'shnini bolasini qara. Biroqki mana uni ku. Yana shu qo'shnini bolasi deysizmi, dada? Nima qildi shu? Mana mahalladagilar, men o'zimizni Samarqanddagi Origin Consult orqali Yaponiyaga o'qishga viza topshirdim. Bu yerda vizam chiqquncha fonni o'zlari tayyorlaydi. Undan tashqari borku, kontraktini vizam chiqqandan keyin to'layman. Eng qizig'i yana kim chet elga o'qishga bormoqchi bo'lsa, Rossiya davlati va Chexiyaga grant asosida o'qishga jo'natadi bular o'zlari. Kim o'qishga bormoqchi bo'lsa borku, manzilni ham aytaman. Mana o'zimizda Pavoratda mana Sarg'izdan yan tagiga joylashgan. Raqamini ham qo'yib qo'yaman, telefon qilib kelavering tez-tez. Ko'rdingmi, odamlar bolasi borku shunday puxtada chet ellarga o'qib keladi. Keyin borku, o'qib kelgandan keyin dadasiga mashina sovg'a qiladi. Sen bo'lsang hech narsa qila olmaysan. Ko'rdingmi odamlar bolasi puxtaligini? Dada, odamlar bolasi puxta bo'lgan, ular otasi ham puxtada. Bir kun qo'shnini bolasi bir nima qilib qo'yaman-da.